Akalar, buni qaranglar. Suv satsalaring bor. Xuddi mana bo'lib, go'nglariga o'xshab mashina bo'lib yumalab tushib ketaveradi xondan bo'ladi. Akalar, endi ayol kishi ham qiynalmaydi, xon sharoit qilib berish kerak akalar. Ya'ni bu qo'yxonamiz poltaxtali bo'ladi. O'zi asli poltaxtadan go'ng yumalab tushib ketaveradi. Chunki bu yerda uklon bo'ladi, qalin poltaxtalardan qo'yib berilgan bo'ladi. Endi bemalol qo'y boqsa ham bo'laveradi akalar. Mana tepadan ko'rsam ham buzilib ketmaydi. 100 kilo, 150 kilolik qo'ylardan ham bo'laveradi. Bu bitta eshikli akalar mana. Shunday ko'tarsalaring, suv idishini oxirdan yasab berganmiz. Oxirdan beriladigan uchun undan tashqari boshqacha ham qilib berilaveradi. O'zim chiqib ko'rsatib qo'yaman akalar. Bu ya'ni 3 metrga 1,5 metrlik qo'yxonamiz. Ofishli bo'ladi. 6 ta 7 ta qo'y bemalol turaveradi. Qo'chqorga, ya'ni moslangan, baquvvatidan konteynerdan emas, bu turbali bo'ladi. Zakaz bo'yicha ishlanadi. Qaranglar, turbani zavodskiydagi qilib qo'yxona qilib berilgan bo'ladi akalar. Undan tashqari bular zakazga 3 metrlik, 4 metrlik xonali desimi har xil turlardan qilib berishaveradi. Manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani. Dastlabki xizmatiga keladigan bo'lsak, dastlabki xizmat O'zbekiston bo'ylab bor. Undan tashqari mana bu tomonda, ya'ni ikkita qo'yxonani Andijonga jo'natilyapti. Hozir mashinamizni yuklab olishadi. Birinchi qo'l zavodidan qo'yxonani ko'rsatib o'tyapmiz. Kim chorvadaga qiziqqanlar bo'lsa, qo'yxona olaman desalaring, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beriladi.